Hammaga salom, yana sizlar bilan men. Genshin Impact o'yinida tasodifan kartani bu joyga kelib, to'siqni ochsangiz, ko'rib turganingizdek kartani aynan shu yerga kelib to'siqni ochsangiz va undan chiziq hosil qilsangiz, mana ichidagi parilar bilan men agar qanday qilishni bilmasangiz, men ko'rsatib o'tyapman. Ko'rib turganingizdek bu yerda hech qanday qiyin narsa yo'q. Prosta bulardan quvvat o'tadigan shunday taxlash kerak. Va ko'rib turganingizdek mana bo'ldi, hosil bo'ldi. Va bizga bitta tayyor sandiq berdi. Bundan keyin parining orqasidan boshqa shoshilmang. Kartaning mana bu qismiga kelsangiz, xuddi shu yerda yana bitta pari ham bor. Uni tezlikda buni yutsak, telefon qo'yapti. Bitta bagat sundiq va parini olamiz. Parini orqasidan yuramiz dalshi. Ko'rib turganingizdek bu yerda 3 ta sandiq bor. Agar yutsangiz olasiz. Gidrokolni olib qo'yib. Uzr so'rayman, xatolik ketib qoldi mendan. Agar sizda ko'rib turganingiz aynan buni yoqib va bunday tuz paydo qilamiz. Bunday bitta otib o'tirish kerak emas, aynan. Buni ko'rib turibsiz. Bittalab otish shart emas. O'rniga biz uni o'qini qaytarib otsak bo'ladi. Mana moment poylash kerak va uning uchib kelayotgan o'qiga chiziqni to'g'rilash kerak. O'rtadagi mana chiziq ko'ribsiz-ku, pritsemni. Xatolik ketdi. Agar moment sal e'tirof qilib qo'ysangiz. Mana bular yutgandan keyin bitta pari ozod bo'lgandan keyin bitta bizga sandiq berdi. Qolgan ikkitasini ochish uchun, qolgan ikkita sandiqni ochish uchun esa bizga undan keyin bularni yoqish uchun oldiga borishimiz kerak. Mana bu haykallar, mana parilar turibdi. Oldiga boramiz va ular toshlarni aktivatsiya qiladi. 3 tasini aktivatsiya qilgandan keyin parilar bir joyga yig'iladi. Va undan so'ng ular orqasidan yurishimiz kerak. Tezlikda bir aylanib chiqsak, parilar qoldirgan izdan borib bir aylanib kelib, shu yoqdan ko'rishingiz mumkin. Uchib keldik va oson yo'l bilan biz tayyor ikkita sandiq oldik. Ikkita emas, даже 3 ta. Va sizda общий bundan so'ng va tez vaqt orasida 25 ta primagam. Sizdan like va podpiska agar tomosha qilgan bo'lsangiz